Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun sizlar bilan bolalarda konstitutsiya anomaliyalari, diatezlar bilan tanishamiz. Diatez bu kasallik emas, balki bolaning organizmi, moddalar almashinuvi, asab yoki immun tizimidagi irsiy xususiyatlar tufayli tashqi ta'sirlarga yuqori sezuvchanligi va kasalliklarga moyilligidir. Asosan 2 oylikdan 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda terining qizarishi, qichishishi, toshmalar va bosh terisida qazg'oq ko'rinishda namoyon bo'ladi. Diatez turlari: eksudativ kataral diatez, limfatik gipoplastik diatez, nerv arteritik diatez, gemorragik diatez. Eksudativ kataral diatez eng ko'p uchraydigan turi bo'lib, allergik moyillik bilan kechadi. Belgilari: teri qizarishi, yonoqlarda toshma, qichishish, seboreya, tez shamollash, allergik reaksiyalar. Eksudativ kataral diatezni davolash: allergiya chaqiruvchi mahsulotlarni cheklash, shokolad, sitrus, asal, tuxum va boshqalar. Ona emizayotgan bo'lsa, onaning dietasini nazorat qilish, teri parvarishi, yumshatuvchi krem va namlantiruvchi vositalar. Antigistamin dorilar faqat shifokor tavsiyasi bilan ichak faoliyatini yaxshilash, vitaminlar qabul qilish. Limfatik gipoplastik diatez limfa tizimi va immun tizimining o'ziga xos zaifligi bilan bog'liq. Belgilari: limfa tugullarining kattalashishi, bodamsman bezlar kattalashishi, adenoidlar, tez charchash, tez infeksiyalar. Limfatik gipoplastik diatezni davolash: immunitetni mustahkamlash, to'g'ri kun tartibi, chiniqtirish, toza havoda sayr, infeksiyalarni vaqtida davolash, vitaminoterapiya, zaruratda fizioterapiya. Nerv arteritik diatez modda almashinuvi, ayniqsa purin almashinuvi buzilishi bilan bog'liq. Belgilari: asabiylik, uyqu buzilishi, ishtaha o'zgarishi, qusish xurishlari, atsetonomik holatlar, kelajakda podagra yoki semizlikka moyillik. Nerv arteritik diatezni davolash: purinlarga boy ovqatlarni kamaytirish, jigar, go'sht sho'rvasi va boshqalar, ko'proq suyuqlik ichirish, stressni kamaytirish, uyqu rejimini to'g'rilash, sedativ vositalar shifokor nazoratida, atsetonomik holatda shoshilinch yordam. Gemorragik diatez qon yuvish tizimi buzilishi bilan bog'liq. Belgilari: tez ko'karishlar, burundan qon ketishi, milk qonashi, teri ostiga qon quyilishi, uzoq vaqt qon to'xtamasligi. Gemorragik diatezni davolash: qon yuvish tizimini tekshirish, vitamin K, gemostatik preparatlar qabul qilish, asosiy sababni davolash, og'ir holatda statsionar davolash. Diatezlarni tashxislash: anamnez yig'ish, klinik ko'ruv, laborator tekshiruvlar va mutaxassis ko'ruvi. Diatez bu kasallik emas, balki bolaning organizmida ayrim kasalliklarga moyillik holatidir. U faqat terida emas, balki immun tizim, limfa tizimi, modda almashinuvi va qon yuvish jarayonlarida ham namoyon bo'lishi mumkin. Diatezni erta aniqlash, to'g'ri ovqatlanish, parvarish va shifokor nazorati orqali uning asoratlarini oldini olish mumkin. Ota-onalar diatez belgilariga befarq bo'lmasligi va o'z vaqtida pediatrga murojaat qilishi juda muhim. Farzandingiz salomatligi eng katta boylikdir. Video foydali bo'lgan bo'lsa, obuna bo'lishni unutmang. Fikrlaringiz va savollaringizni izohlarda yozib qoldiring.